Bugun 2026-yilning 17-may holatiga ko'ra Birlashgan Arab Amirliklaridagi Baraka atom elektr stansiyasining tashqi qismida joylashgan elektr generatoriga Eron tomonidan dron zarbasi berilgan va yong'inga sabab bo'lgan. 4 atom reaktoridan iborat bo'lgan Baraka atom elektr stansiyasi urushda birinchi marta nishonga olinishi bo'lib, Birlashgan Arab Amirliklari yadroviy regulyatori yong'in zavod xavfsizligiga ta'sir qilmaganini va barcha bloklar normal ishlayotganini aytgan. MAGATE bosh direktori yadroviy stansiyalar yaqinidagi harbiy faoliyat qabul qilib bo'lmas amaliyot ekanligini aytib, jiddiy xavotir bildirgan. 28-fevraldan beri Eron Birlashgan Arab Amirliklariga 537 ta ballistik raketa, 2256 ta dron va 26 ta kruz raketasini otgan. 8-aprel kuni Pokiston vositachiligida Eron va AQSh o'rtasida otash kesim sulhi e'lon qilingandi, ammo undan keyingi doimiy tinchlik muzokaralariga bir necha bor urinishlar to'xtab qolmoqda. Eronning aynan Birlashgan Arab Amirliklariga hujumlari nisbati ko'proq va otash kesimdan keyin ham aynan hujumlar Birlashgan Arab Amirliklariga qaratilayotganining asosiy sababi sifatida Birlashgan Arab Amirliklarining AQSh va Isroilga juda yaqin ekanligi, OPECdan chiqib ketishi va Hormuz bo'g'ozi qamali davrida ham bo'g'ozni o'z hududidagi Fujayra portidan aylanib o'tish orqali nisbatan katta miqdordagi neftni bozorga arzonroq sotish ehtimoli yuqori bo'lganligi aytilmoqda. Bu esa nafaqat Eron, balki OPEC a'zolari uchun ham nomaqbul bo'lgan bo'lardi. Undan tashqari, biroz oldinroq e'lon qilingan ochiqlangan maxfiy xabarlarga ko'ra, aynan Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi hujum qilish taklifi bilan Saudiya va Qatarga murojaat bilan chiqqan, ammo Saudiya va Qatar amirligi taklifni rad etgani aytilgandi. Eslatib o'tish joizki, Birlashgan Arab Amirliklari nisbatan kichik davlat hisoblanadi. Shu sabab ham AQSh va Isroil qo'llovisiz mintaqada Eronga qarshi yakkama-yakka turib bera olish qobiliyatiga ega emas. Ma'lumotlarni aql tarozisida o'lchagan holda tekshirib, xulosa qilishni va shu asosda fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.